Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 iyuldan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchaytirilishi, pensiya hujjatlari, yashash holati, daromad, ish staji, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik va boshqa asoslar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli hammamizning uyimizda ota-onamiz, buvi-bobamiz, qarindoshimiz yoki qo'shnimiz pensiya oladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, tanishlaringizga yuboring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men bu mavzuni oddiy tilda, vahima qilmasdan, lekin jiddiy yondashib tushuntiraman. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik, tekshiruv degani hammaning pensiyasi darhol to'xtaydi degani emas. Tekshiruv degani davlat organlari pensiya to'lovlari to'g'ri tayinlanganmi? Hujjatlar yangimi? Odam haqiqatdan ham shu asosda pensiya olishga haqlimi? Ortiqcha yoki noto'g'ri to'lov bo'lmayaptimi? Shularni solishtirib chiqadi degani. Oldin ko'p holatlarda pensioner hujjat topshirar edi. Pensiya tayinlanar edi va keyin faqat ayrim vaziyatlarda qayta ko'rilardi. Masalan, nogironlik muddati tugasa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola ma'lum yoshga yetsa, ishlayotgan pensioner daromadi haqida ma'lumot chiqsa yoki yashash joyi o'zgarsa, shunda tekshiruv bo'lardi. Hozir esa elektron bazalar bir-bir bilan ko'proq bog'lanmoqda. Soliq, bandlik, fuqarolik holati, tibbiy komissiya, bank, mahalla va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari solishtiriladi. Ya'ni oldin odam borib aytmasa, ayrim ma'lumotlar kechikib bilinishi mumkin edi. Endi tizimning o'zi ko'p narsani ko'rib turadi. Masalan, bir pensioner rasmiy ishga kirgan bo'lsa, u haqidagi ma'lumot soliq bazasida ko'rinadi. Yana bir kishi boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa, yashash joyi bo'yicha ma'lumot chiqadi. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ma'lumotlar orqali ko'rinadi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, farzand o'qishni to'xtatgan bo'lsa yoki yosh chegarasidan o'tgan bo'lsa, bu ham tekshiruvga tushishi mumkin. Men shuni alohida ta'kidlayman. Agar sizning hujjatlaringiz to'g'ri, pensiyangiz qonuniy tayinlangan, yashash joyingiz, pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz, nogironlik muddati yoki boshqa asoslaringiz joyida bo'lsa, qo'rqishga hojat yo'q. Lekin hujjatda eski ma'lumot turgan bo'lsa, biror o'zgarishni vaqtida bildirmagan bo'lsangiz, bank kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa yoki pensiya asosi muddati tugagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Birinchi guruh. Yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng ko'p uchraydigan holat. Odam belgilangan yoshga yetib ish staji hisoblangan, pensiya tayinlangan. Bunday pensionerlar odatda eng kam xavf guruhida bo'ladi. Lekin baribir ayrim masalalar bor. Masalan, ish stajida eski davrdagi yozuvlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida korxona nomi boshqa, arxiv ma'lumotida boshqa chiqishi mumkin. Yoki odam bir vaqtlar boshqa respublikada ishlagan, lekin staj to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. Aytaylik, Oltakas yoshli ota 32 yil ishlaganda pensiya olmoqda. Uning pensiyasi 1 million natimdagi ming so'm. Tekshiruvda ma'lum bo'lishicha, 1997 yildan 1990 yilgacha ishlagan korxonasi bo'yicha arxivda ma'lumot to'liq emas. Bu darhol pensiya bekor qilinadi degani emas. Odatda pensionerdan qo'shimcha hujjat so'raladi. Arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot, mehnat daftarchasining nusxasi, guvohlarning tasdiqlovchi hujjatlari yoki boshqa dalillar. Agar odam buni vaqtida topshirsa, masala tinch hal bo'ladi. Lekin menga tegmaydi deb yuraversa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki ortiqcha to'lov masalasi ko'tarilishi mumkin. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim narsa nogironlik guruhi va muddati. Ba'zi nogironliklar muddatsiz belgilanadi. Ba'zilari esa 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum davrga beriladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Ko'p odamlar shuni unutib qo'yadi. Keyin pensiya to'xtab qolsa, nega pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning nogironlik muddati 3 iyunda tugaydi. U esa iyulda ham pensiya tushadi deb o'ylaydi. Tizimda muddat tugagan ko'rinadi va to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Agar u tibbiy ko'rikdan qayta o'tib nogironlik tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi, lekin bu jarayonda vaqt ketadi. Shuning uchun men doim aytaman. Nogironlik muddati qachon tugashini hozirdan tekshirib qo'ying. Hujjatda sana bor. Uni bolalaringizga ham ko'rsating. Telefonda eslatma qilib qo'ying. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar.
bu yerda yosh. O'qish holati va oilaviy vaziyat juda muhim. Masalan, voyaga yetmagan farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Agar u bo'yindagi yoshga to'lsa, ayrim holatlarda pensiya to'xtashi mumkin. Agar u kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum yoshgacha davom etishi mumkin. Lekin o'qishni tashlab qo'ysa, sirtqi bo'limga o'tsa yoki ta'lim muassasasidan chiqarilsa, bu holatni yashirib bo'lmaydi. Elektron bazalar orqali bu ma'lumot chiqadi. Misol, bir talaba otasidan qolgan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Har oy 900 ming so'm tushadi. U sentyabrda institutning kunduzgi bo'limidan akademik ta'tilga chiqdi yoki o'qishni to'xtatdi. Agar bu haqda vaqtida xabar berilmasa, keyingi oylar uchun ortiqcha to'lov yuzaga kelishi mumkin. Keyin davlat siz haqli bo'lmagan davrda pul olgansiz deb qaytarishni talab qilishi ehtimoli bor. Shu sababli bunday pensiya oluvchilar o'qish joyidan yangi ma'lumotnoma tayyorlab qo'yishi kerak. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar ko'pchilik pensiyada bo'lsam ham ishlasam bo'ladimi deb so'raydi. Albatta, ko'p holatda ishlash mumkin. Lekin ayrim to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar odamning ishlayotgan ishlamayotganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, rasmiy ish haqi, daromad, korxona orqali to'lovlar pensiya organlari bazasida ko'rinadi. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, buni yashirishning iloji yo'q. Masalan, pensioner oyiga 20 million 800 ming so'm pensiya oladi va qo'shimcha ravishda 2 million 500 ming so'm ish haqi oladi. Agar uning pensiyasi oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, bu odatda muammo emas. Lekin agar u ma'lum ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki daromadga bog'liq to'lov olayotgan bo'lsa, ish haqi ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lovning asosini bilish kerak. Pensiya boshqa, nafaqa boshqa, kompensatsiya boshqa. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi. Lekin qonuniy jihatdan ularning tartibi farq qiladi. 5-guruh chet elga ketgan yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmagan pensionerlar. Agar pensioner boshqa davlatga doimiy yashashga ketgan bo'lsa, bu pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin. Agar vaqtincha davolanishga, mehmonlikka yoki farzandlarnikiga ketgan bo'lsa, boshqa masala. Lekin bank kartasiga pul tushib turib, uni boshqa odam yechib olayotgan bo'lsa, keyin savol tug'ilishi mumkin. Pensionerning o'zi qayerda? Tirikmi? Pensiyani o'zi olyaptimi? Vakolatnoma bormi? Bu juda nozik masala. Men ko'p oilalarda shuni ko'raman. Buvining kartasi nevarasida, otaning kartasi o'g'lida, onaning kartasi qizida bo'ladi. Agar pensionerning roziligi bo'lsa, oila ichida yordam sifatida bu tushunarli. Lekin huquqiy tomondan bank kartasi egasining shaxsiy moliyaviy vositasi. Agar pensionerning o'zi puldan xabarsiz bo'lsa yoki boshqa odam majburan ishlatsa, bu katta muammo. Tekshiruvlarda aynan shunday holatlar ham aniqlanishi mumkin. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy asosda olsangiz, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, pensiya hujjatlarida yolg'on ma'lumot bo'lmasa, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Tekshiruv bo'lsa ham bu oddiy solishtirish bo'ladi. Agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz va nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, hujjatingiz amalda bo'lsa, bu ham odatda xavfsiz holat. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzandingiz hali voyaga yetmagan bo'lsa va hujjatlari to'g'ri bo'lsa, qo'rqmang. Muammo ko'proq o'zgarish bo'lgan, lekin bildirilmadan qolgan holatlarda chiqadi. Birinchi nozik jihat. Hujjatdagi kichik xato ham katta muammo keltirishi mumkin. Masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan. Pasportda Karimova, eski mehnat daftarchasida Karimova emas, Karimova bo'lib qolgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1909 yil, boshqa joyda 1962 yil yozilgan. Bunday xatolarni tuzatish kerak. Aks holda tizim bu boshqa odamning hujjatimi deb savol berishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'lov. Odamlar ko'pincha davlat o'zi tushiribdi, men nima aybdorman deydi. Lekin agar siz pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarishni bilgan bo'lsangiz va baribir xabar bermagan bo'lsangiz, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, talaba o'qishni tashlagan, lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi 6 oy tushgan. Har oy 900 ming so'mdan 6 oyda 5 million 400 ming so'm bo'ladi. Keyin bu pulni birdaniga qaytarish oilaga og'ir tushadi. Shu sababli vaqtida xabar berish eng to'g'ri yo'l. Uchinchi nozik jihat vakolatnoma. Agar pensioni yura olmasa, kasal bo'lsa yoki bankka bora olmasa,
Pensiyasini boshqa odam olib berishi mumkin. Lekin buning uchun qonuniy vakolatnoma bo'lishi kerak. Oddiy bu mening o'g'lim, o'zi olib beradi degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa nizo chiqsa yoki qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa, bank kartasi va pensiya pullari bo'yicha muammo kuchayadi. 4-nozik jihat: vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Bu juda jiddiy. Ba'zan odam vafot etadi, lekin oila a'zolari hali xarajatlar bor edi deb keyingi tushgan pensiyani yechib oladi. Agar pensioner vafot etgandan keyin pensiya noto'g'ri tushgan bo'lsa, bu pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Dafn marosimi uchun alohida tartibdagi yordam bo'lishi mumkin, lekin vafot etgan odam nomiga tushgan keyingi pensiyani ishlatish boshqa masala. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli organga murojaat qilish kerak. 5-nozik jihat: uyma-uy tekshiruv yoki chaqiruvdan qo'rqmaslik. Agar sizni pensiya bo'limiga chaqirishsa, bu sizni aybdor qilishyapti degani emas. Balki ma'lumot yangilash kerakdir. Balki hujjat nusxasi kerakdir. Balki elektron bazada nomuvofiqlik chiqqandir. Eng yomon yo'l chaqiruvga bormaslik, telefonni ko'tarmaslik, meni topishmasin deb yurish. Bu muammoni hal qilmaydi, aksincha kattalashtiradi. Endi eng muhim qism: nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam: hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki identifikatsiya kartasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, bank kartasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hammasini bitta papkaga solib qo'ying. Hujjat yo'qolgan bo'lsa, hozirdan tiklashga harakat qiling. Ikkinchi qadam: muddatlarni tekshiring. Nogironlik muddati qachon tugaydi? O'qish ma'lumotnomasi qaysi o'quv yiliga berilgan? Bank kartasining amal qilish muddati tugamaganmi? Pasport almashtirilgan bo'lsa, pensiya organiga yangi ma'lumot yetib borganmi? Shularning har biri muhim. Masalan, bank kartasi muddati tugasa, pensiya tayinlangan bo'lsa ham pul tushish kechikishi mumkin. 3-qadam: o'zgarishlarni yashirmang. Ishga kirgan bo'lsangiz, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, farzand o'qishni to'xtatgan bo'lsa, pensioner chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa, bu haqda tegishli organdan maslahat oling. Aytmasam bilinmaydi degan davr o'tib bormoqda. Elektron bazalar ko'p ma'lumotni ko'rsatadi. Vaqtida aytilgan ma'lumot ko'pincha jazoga emas, masalani to'g'ri hal qilishga xizmat qiladi. 4-qadam: pensiya bo'limiga borganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizdan hujjat so'rashsa, qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Agar ariza topshirsangiz, qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Agar sizga keyin keling deyishsa, qachon kelish kerakligini aniq so'rang. Har bir murojaatning izini saqlash muhim. 5-qadam: mahalladan, pensiya bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Qaysi joyga borish kerakligi vaziyatga bog'liq. Agar pensiya tayinlanishi yoki qayta hisoblanishi bo'yicha savol bo'lsa, pensiya bo'limiga boring. Agar shaxsiy hujjat, tug'ilganlik, nikoh, familiya yoki vafot etganlik guvohnomasi bo'yicha masala bo'lsa, fuqarolik holati dalolatnomalari bilan ishlaydigan organga murojaat qiling. Agar arxiv staji kerak bo'lsa, sobiq ish joyi yoki arxivdan ma'lumotnoma oling. Agar nogironlik bo'yicha masala bo'lsa, tibbiy muassasa va tibbiy ijtimoiy ekspertiza yo'nalishi kerak bo'ladi. 6-qadam: telefon orqali kelgan har qanday odamga ma'lumot bermang. Pensiyangiz tekshiruvdan o'tyapti, karta raqamingizni ayting, kodni ayting desa, bu firibgar bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning maxfiy kodini, SMS kodini, ilova parolini aytmang. Davlat organlari sizdan telefon orqali karta paroli so'ramaydi. Tekshiruv bo'lsa, rasmiy tartibda chaqiradi yoki rasmiy kanal orqali ma'lumot beradi. 7-qadam: pensionerning o'ziga tushuntiring. Ko'p ota-onalarimiz hujjat ishlaridan charchagan bo'ladi. Bolam o'zing bil deydi, lekin pensiya uning nomidan. Shuning uchun u nima bo'layotganini bilsin. Bank kartasi qayerda, qancha pul tushyapti, kim yechyapti, hujjatlar qayerda saqlanyapti, bular aniq bo'lsin. Oilada shaffoflik bo'lsa, kelajakda nizo kamayadi. Yana bir real misol. 2 yoshli ona oyga 20 million 300 ming so'm pensiya oladi. Kartasi qizida turadi. Qizi har oy pulni yechib, dori-darmon va oziq-ovqatga ishlatadi. Agar ona bundan xabardor, rozi va pul o'z ehtiyojiga sarflanayotgan bo'lsa,
oilaviy jihatdan tushunarli. Lekin boshqa farzandlar pul qayerga ketdi deb savol bersa nizoga aylanadi. Shuning uchun cheklarni saqlash, xarajatni yozib borish, onaning roziligini hurmat qilish juda muhim. Tekshiruv faqat davlat bilan bog'liq emas, ba'zan oila ichidagi tartibni ham ko'rsatib qo'yadi. Yana bir misol. 19 yoshli talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U yozda ishladi va keyin sirtqi ta'limga o'tdi. Oilasi pensiya davom etadi deb o'yladi. Lekin qoidaga ko'ra aynan qaysi ta'lim shakli va qaysi yoshgacha to'lov davom etishi muhim. Agar huquq tugagan bo'lsa, keyingi tushgan pullar muammo bo'ladi. Shu sababli ta'lim shakli o'zgargan kuni maslahat olish kerak. Yana bir misol. 6 yoshdan oshgan erkak pensiya oladi. Lekin eski mehnat daftarchasidagi bir korxona muhri yaxshi ko'rinmaydi. Tekshiruvda o'sha 5 yillik staj bo'yicha savol chiqadi. Agar u arxivdan ma'lumot olib kelsa, pensiya o'z holida qoladi yoki hatto qayta hisoblanib oshishi ham mumkin. Demak, tekshiruv faqat kamaytirish degani emas. Ba'zan hujjatlar to'g'rilansa, odam o'ziga tegishli haqiqiy miqdorni olishga erishadi. Eng katta xato vahima qilish. Iyuldan hammaning pensiyasi kesilar ekan degan gaplarga ishonmang. Har bir holat alohida ko'riladi. Qonuniy pensiya olayotgan odamning qo'rqadigan joyi yo'q. Ikkinchi xato beparvolik. Menga tegmaydi deb hujjatni ko'rmaslik ham noto'g'ri. Hujjatdagi bitta sana, bitta ma'lumotnoma, bitta arxiv yozuvi keyin muhim bo'lib qolishi mumkin. Uchinchi xato. Firibgarlarga ishonish. Men pensiyangizni oshirib beraman, tekshiruvdan o'tkazib beraman. Tanishim bor, pul bering degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi rasmiy hujjat bilan hal bo'ladi. Noqonuniy yo'l bilan qilingan ish keyin pensionerning o'ziga zarar keltiradi. 4-xato birovning kartasidan tartibsiz foydalanish. Agar pensionerning kartasi sizda bo'lsa, uning roziligi, ehtiyoji va manfaatini birinchi o'ringa qo'ying. Pulni boshqa maqsadga ishlatish nafaqat axloqiy, balki huquqiy muammo ham bo'lishi mumkin. 5-xato chaqiruvni mensimaslik. Agar pensiya bo'limi yoki tegishli organ sizdan hujjat so'rasa, imkon qadar tezroq javob bering. Bormasangiz, masala sizsiz ko'rilishi mumkin. Keyin tiklashga ko'proq vaqt ketadi. Demak, 1 iyuldan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi mumkin deganda, eng avvalo hujjatlarni tartibga keltirish, o'zgarishlarni yashirmaslik, nogironlik va o'qish muddatlarini tekshirish, bank kartasini ehtiyot qilish va rasmiy organlar bilan aloqani uzmaslik kerakligini tushunishimiz lozim. Qonuniy pensiya olayotgan hujjatlari joyida bo'lgan odam vahima qilmasin. Lekin har bir pensioner oilasida bugunoq hujjatlar papkasini ochib, sanalarni, ma'lumotlarni va bank holatini tekshirib chiqsin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladoshlaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarni hujjat bo'yicha chaqirishyaptimi? Qanday savollar tug'ilyapti? Qaysi masalani alohida tushuntirib berishimni xohlaysiz? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga batafsil javob beraman.